Ve Kamil. Bam sen. Ha biz ne geldik dese, şu Kamil depmiş korlu bir ağıyla başlıyor menen. Bu ağıyla bektirişcan. Ha bu. Kamil. Bam sen ey. Qanaqa ahvoling? Salomat turdingmi? Dening salomatmi? Yaxshi. Men taqab qo'yay. Seni bir ziyorat qilib qaydab keldim. Bo'ldi, adasha. Men jiyoni ziyorat qilmayli. Bu meni qo'llamgan bilan men qo'llayman, lekin meni jiyosim tursa mendan ammay haqda jiyo olib mayli. Sana bir yangilik göstereyim adaş. Mama yangiliklar. Yo'q emas, göstereyim. Yangilik vahşi hozir. Ma yangilik emasmi bu? Bu yangilik emas, bu degan. Ma ko'rdingmi shu mashinani function qilishda, ichini o'zgartirishda mana mashinada birdan ishni nihoyat yaxshi qildi bu og'inamchi. Lekin xumsa emas bu, yaxshi. Yaxshi deyapman-ku. Nima yangilik bor bir ko'rsatib boqaman. Ma texnikani yangi kirgizdikmi? Hozir bundan burun hamda Xirida bilan ish yap qolsak, masalan, ishni o'zgartirgan, undaq function qilgan, loyihaga ishlab qo'yib qolsa, bundan burun qara. Ayg'izaki deyishdik. Endi undaq emas mana. Texnikani hozir kirgizdik. Butun neshini avval xiridalarimiz, do'stlarimiz avval mashinalarni bizga loyiha chiqaramiz. Loyiha chiqargandan keyin shu loyihaga qarab, uning keyin o'zgartirilgan. Masalan, mening misoli, masalan, mana bir daton mashina ichini ishi, buni o'zgartirilgan bizdan foydalangan nusxa hozir sana göstereyim. Birinchininki shu. Maybach'ninki. To'qqichiq pul ketamda bunga. Yo'q, ciddi etib ketdi. To'q. Maslanga mana neshini o'zgartmoqchi bo'lsak, qara, avval xiridalarimiz loyihani avval ko'rdi. Masalan, shang'uvchi falan. Mana masalan, bir şeyden fanalni tanlaymiz mana. Buni biz qara, sendiyolatda ham chiqirdigina. Keyin manda u chiqib ketdi ishlarimiz. Bu yer hech qanday deyishish qandaq chiqib qolgandan keyin undaq bir ahvol bo'lmaydi. Musholat qandaq chiqqan bo'lsa, mana shu loyihani o'xshash holat yibi o'xshash. Mercedes Mercedes ashuni diqqat berdiga o'xshaysan. Qara mana. Shu Mercedesninki qaysi mashinasi mana deb baqa. Maybach mana. Waitingni Maybach'ga o'zgartib qo'ygan. Mana shu holatda chiqarib qilyapmiz. Ma'nomda Shinjongda biz o'xshash kasb qilgan balda kirgizib ishlatgan texnik emas. Yani biz aldan kirgizib juda qilib 2-3 mashina shu 50 bo'yicha qilyapmiz. Bu burun endi bu ag'inamning men tanishganimga 10 yilni oshibdi. 2014 10 yilni oshdi. 13-14 yil tanishgan. Uning bilan Michel'da bir ishlarni qilib biz. Bu ne bilgensin, neçik olur az? O pulunu deyişi vallahi şimdi dep koy. Pulunu hem de yanlışçı da değişir kalkışamız. Bir kino kökenten hem de kıtırıp bundan sınıf. En mühim hem de hazır şu bizden şu kesip cemiyetten nurgun şu kesipkarlık muhtaç. Şunlaşka bize cemiyetten işki tutturuvatkan, kılıç çıkış yol tapamatkan şu dostlarımız ne? Dükkanımızda her vakit terbiyelenişke karışalımız yani. Bizden terbiyeleş vaktimiz başkalarındaki 2-3 ay emas. Çokum muntazam 1 yıl terbiyeleyimiz. 1 yıl terbiyelenip meyli öne kılışı olsun, setishi olsun, mal kirgisini da bütün özümüzden 15 yıllık tecrübelerini şu öne kirgen balığın bir işini ölçem kıldı o kadar. 2 ay, 3 ay. Bir yıl terbiyelep falan pul ep ketmezse. Yok. 12.800 koş. Turmuş bol yüzü yedi demli. Tamamı yatıgını verilmez mi? Yatak tamamını verip 12.000 koy işine yetmeydi. Eğer aşında ügengisi var veya ki moşunda işine kırgızgısı var olsa olap kalsa bevasıta mesela Kamil. O kumsamaz bu, rast kumsamaz. Doğru. Kumsup kalan değil, yaşımsak oldu şundan mı ya? İsil. Allah kılıç numaranı bir depe, dükkanının ornunu bir depe. Şunu olan biz hasta yengil kaytaydı. Buldu. Alaqaş numaram dostlar 132 79 77 1139. Bizim dükkanın ornu hem Ko'li shahrida, ya'ni Tingfil yo'li Yangi 56 yo'l tarayining 10 qo'l tarbiyalashgan Kamil e'tiborli avtomobil mulozimət markazi. Onda bo'lsa, har vaqt kelsanglar, oldinligimiz o'z chiqidimiz ag'inam. Qo'llayotgan azizlar, bir-birimizni qo'llashib qo'ysak nima degan go'zal. Rahmat.